Shu daqiqada Sultan Uvays xon bilan Sotixon ro'baro kelib qolgan edi. Ikki sarkarda qahri bilan elishishga boshladi. Sultan Uvays xonning shiddatli chopgan qilichidan Sotixon chetdaslik bilan mudofaa ko'ratdi-da, qaytirib hujumga o'tdi. Raqibi bilan bir necha martaba elishgan Sultan Uvays xon qilich urushlariga qarab Sotixonning qilichvozlik mahoratiga xomligini his qildi-da, imkon bor uni o'ldirmay tirik tutilishni ko'ngliga pukdi. Elbette usta bo'lganing bilan mahorating toyilgan qo'y Sotixon. Seni tirik tutib edib, Mirzo Ulug'bay bilan shartlashning dasmoyisi qilay. Alloh egam, bugun menga nusrat buyurgan o'xshaydi. Sarkarda Tohirbay Sultan Uvays xonning Sotixon bilan 10 necha martaba elishibmi, texichili yig'ilmayotganini ko'rib, bir oz andishiga tushib qoldi. Ikki qitim hamdamga bormoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, yov sarkardalari hujum qilib, oldini to'sib qo'ydi. Sultan Uvays xonga yaqinlashishga faqatli fursat topolmagan Tohirbayning qillisiga tuyuqsiz bir xiyol keldi. Bir tal o'q bilan Sotixonni yarlandirib bermaymanmi? O'zim borolmaganim bilan o'qim boralaydi. Shunda qilay. Tohirbay choqqonlik bilan bir tal yo o'qini oldida, o'qni silib kirichini tortqanicha Sultan Uvays xon bilan elishayotgan Sotixonni nishonga oldi. Sultan Uvays xon bilan Sotixon bir-biriga hamla qilishganicha shiddatli elishayotdi. Sultan Uvays xon hujumda, Sotixon mudofaada edi. Shu daqiqada Tohirbayga Sotixonni nishonga ilib turaverishga fursat yo'q edi. Yov lashkarlari ha deganda uningga yiqilishish ehtimoli bor edi. Fursat keldi deb bilgan Tohirbay Sotixonning ko'kragini nishonlab, yoning kirichini qo'yibdi. Wow. Dal shu daqiqada Sultan Uvays xon yonga bir qadam chomdab qoldi. Tohirbayning yuragi jig'idiqib ketdi. Uning otgan o'qi vingildab uchib kelgunicha Sultan Uvays xonning beqiniga sanjildi. What? Yaqin oralikda zarb bilan etilgan yo o'qi aldirashchilikda Xudo. kiymigan Sultan Uvays xonning beqiniga tüydeki kuş peygeci çonqur patqan edi. Sultan Uvays xon o'q zarbisidan santirilib ketdi. Wow. Tankilanmay, jon qayg'usida bir amal qilib kechib ketishning ko'yiga tushgan Sotixon Sultan Uvays xonga o'q tekkini faqatla sezmadi-da, raqibining hujumining to'xtab qolgan fursatidan foydalanib, shartida keyniga o'rilib qochdi. Atqan o'qning Sotixonga emas, Sultan Uvays xonga tekkanligini ko'rgan Tohirbay qattiq nari tortqanicha oldiga uchirgan yov lashkarlarini chepib, Sultan Uvays xonga qarab jon jahli bilan etilib keldi. Qattiq og'riqqa bardoshlik beradigan Sultan Uvays xon suvda tizlanib qolgan edi. Tohirbay xonni darhol yo'lib oldi. Bu ishlardan bexabar Sotixon jinining omon qolganiga shukr aytib, nog'ri chaldirib lashkarlarni chekindirdi. Bu chog'da Sultan Uvays xonning hiymatchi qo'shini yetib kelgan edi. Sarkardalar xonning ig'ir yaralanganligini ko'rib, chekingan yovni qo'g'lashga ro'yi bormay, Sultan Uvays xonni tezlik bilan qarorgohga elib keldi. Anchi ya o'qini sug'urib olganda Sultan Uvays xon allaqachon hushidan ketgan edi. Anchi har qancha qilibmi xonni hushiga keltirolmadi. Okay. Sultan Uvays xon o'sha hushsiz yotgan peti atsi bomdod vaqti bilan jon uzdi. What? Xudo. Xonning jon uzganligini ko'rgan Tohirbay o'zining chedirida esilib o'lib oldi. Xudo. Nima bo'lib ketdi? Mo'g'ulistonning bu shavkatlik sultoni sarkardisining xato otgan o'qida o'lib ketdi. Xuddi Game of Thrones ko'rayotgandek. Po'lat Bahodir, Qalqonbek Ko'kildosh,
Xudo.